Assalomu alaykum obunachilarim. Sizlar bilan yana o'sha o'zbadaqqa sizga yangi videoga xush kelibsiz. Men biroz muddatga shaharga ketgan edim va nihoyat qishlog'imga ham yetib keldim. Va shu tarafdan o'tsak, o'sha qishlog'imga yetamiz. Kelyapti. Qalaysan qo'shni, yaxshimisan? Yaxshi. Nima bo'ldi senga? Qishlog'imizni zombilar bosib oldi. Nurson, qanaqa zombilar? Nima deyapsan, Jitil? Qishloqqa kirsang, qishloqda zombilar tiqilib yotibdi. Senga maslahatim, bunkerga yashirin. 8-uydagi. Ha, mayli. Nurson, yomg'ir ham yog'ib yubordi-ku. Ovqatlaylik. Qishloqda nima bo'lyapti do'stlar? Tak, sekin borib ko'raylikchi, mana bu tarafdan. Qanaqadir zombi deyapti. Jitil bor ekan. Jitildan so'raylikchi. Jitil. Taqvaviz do'stim, keldingmi? Da keldim. Nima bo'ldi? Bilasanmi, qishlog'imizni zombilar bosib oldi. Hamma shu tarafga berkindi. Senga maslahatim, bunkerga kirib ol. Xo'p, mayli. Okey. Men kirib olaman-ku. Mayli. What the fuck? Do'stlar, yo'qda zombilar. Yana zombilar. Qishloq la'natimcha ko'plar. Onasini inson. What the fuck? Bular. Yo'q. Meni ana shu tas qilyapti do'stlar. Zombilardan qoch, zombilardan golem. Jitillar qishloq tartibsiz bo'lyapti. Nima balo bo'lgan qishloqda? Dinozavr. Mana bunga turibdi ekan joyida. Bunkerni ham tayyor qilib qo'yishibdi. Ichkariga kiramiz. Xo'sh, okey. Narsalarni solib qo'yaman sandiqqa. Bu yerda bunker borligini sizlar bilmasligingiz. Anchadan beri bunkerga kirmagan ekan. Yaxshi. Hozircha joy oldim, menga zombi apokalipsis bo'ladi deb aytishgan edi. Suvtak hammasi bor. Lekin uyimga nima bo'ldi ekan do'stlar? Uyimni ham xabar olib kelishim kerak. Xo'sh, narsalarni olaylik. Okey. Do'stlar, uyimni xabar olib kelay. Agar pachog'ini chiqarishgan bo'lsa, zombilarni qoldirmayman, jonimga tegishgan. O'zi oldingi videolarda sizlar oldingi kanalimda do'stlar sizlar ko'rmagansizlar nimalar bo'lib ketgan. Okey, tak. Golem уже nima deydi, qo'riqlayapti hamma joyni. Maraz, bu yoqqa kelasanmi? Okey, yaman qarchi. Yomon urarkan qilichi bor. Orqamdan. Do'stlar, eshikni sindirdi. Kim ko'rdi? Nima? Bozorni orqasidan oltin olmani yeylik. Bitta zarbada meni ana shuncha jonim olyapti. Ishonmasangiz meni urgandan ko'ring. Mana senga maraz, qishloqni bosib olishdi, la'natlar. Yo'q. Jinursin do'stlar, jonni olishini qarang. Bronyalar tushyapti, musur. Yo'q, yo'q. Do'stlar, qishloqni qarang. Buncha bular ko'p. La'nati, bu yoqqa o'tib olaychi. What the hell? Yo'q. Uyimga kiraychi. Uyimni dabdalasini chiqarmadingizmi? Jinursin, kim yopib tashladi? Uyimga qaysi musur kirdi? La'nati. Qaysi musur kirdi? Jinursin. Uyimni ahvolini la'nati zarar sindiribdi maraz. Umid qilamanki, instrumentlarimga tegmaganmi? Qo'shda yaxshi taxtalar turibdi ekan, lekin instrumentlarni yarmini olib ketibdi maraz. Taxtamni bir stagi ham yo'q. Telefonim. Yaxshi, telefonda xabarlarni. Stop. Nimadir yozib olishibdi buni bunkerda. Yo'q, eshikni sindirishyaptimi? Jinursin. Zombilar anchadan beri aqlli bo'lib yotishibdi. Yo'qdan chiqmaganimiz ma'qulroq. Qoch, la'nati, bekor urdim-da bularni. Maraz, qoch. Oltin olmani. Okey, qochishimiz kerak. Yaxshi do'stlar, bunkerga tezroq qochaylik. Mana bu marazni ham o'ldiray. Bu jitillarimizni o'sha yarmiga qilich suqibdi marazlar. Jonni olishini qarang. Mittisi ham keldi, onasini emsin. What the fuck? Mittingga qarami. What the hell? What's up, negirlar qanday? Tezroq qishloqqa boraylik. What the fuck?
golem kallalar yuribdimi? Jinursin. Orqamdan qo'shyapti. Qoch. Yo, stop. Mana bu zombi musor narsalarni yo'qib tashlay. Keyin yana bitta narvon yasab qo'yaylik endi shunday. Eshikni yopamiz. Okey. Anchadan beri o'zi video olganim yo'q ekan. Shuning uchun mana bu narvonni to'g'rilab qo'yaylik. Jonga tegdi shu narvon ham. Bitta dona yetadi bizga. La'natim 3 dona nima qilaman? Boshimga uramanmi? Boshim desam boshimga urmaydi vata. Okey, tezroq bus. Shu yerdan jonga tegdi bu. Faqat qiynalib chiqaman-da endi agar to'g'rilamasam. Uyimni kim chopgan bo'lsa ham la'nati. Tomni ham chopishibdi. Demak, bunkerga kimdir kirgan. La'nati buni qo'yolmayapman, jinursin. Minecraftning logikasi. Okey, bo'ldi, tayyor. Xo'sh. Nima qilay do'stlar, bunkerda hozircha yashab turishimiz mumkin, lekin ovqatlar yetarlicha emas ekan. Lekin menda oltin olmalar bor, hamma narsalarni solib qo'yay. Telefonni tekshiramiz, kimdir ovozli, balki o'zini yozib ketgandir. Telefonda kimdir audio qoldiribdi. Buni eshitamiz. Assalomu alaykum. Do'stlar, bu 63-qishloq. Men bilaman, bilasizlarki, bu qishloqda jitellar kasallikka uchradi. Bu kasallik kasallikning pizdasi bor, bilasizlarmi? Bu kasallikda Liboy hokim deysimi, olim deysimi, Jamol deysimi, Liboyi nima deydi, anaqa bo'ladi. Qo'liga birinchi bo'lib qilichlar paydo bo'ladi, keyin tursilari yetiladi, ust-boshlari yetiladi va bitta haromiga aylanadi. Shuning uchun sizlarga aytib qo'yay. Sizlar ulardan 10 marta kaltak yesangiz, siz ham uni sherigiga aylanasiz. Shuning uchun bu haromi parazitlardan uzoqroq yuring. Bu palakatlar sizni ham o'zini sherigi qilib olmoqchi. O'sha yarim qishloqdagi odamlarni ham o'ldirib, pachoni chiqarib yeb bo'lishdi. Ularning gigantlari ham bor. Bu haromi iflosdan, onasidan itdan tarqaganlarni tezroq yo'q qiling. Iloji boricha golemlarni ko'proq quring va ular zombilarni yo'q qilib tashlaydi. What the fuck, la'nati bu haromlarni shunda golem bilan yo'q qilamizmi do'stlar? Mayli, tashqariga chiqib turaylikchi. O'zi golemlar nechta qoldi? Qirib tashlashyapti bu parazitlar. Yana bittasi menga yugurib kelyapti. Uchasanmi? Davay golem, молодец degan. Ikkalamiz yo'q bo'ldik. Botishdi, golemni yeb bo'lishdi. O'zi 2 yo 3 qoldi. Janomer qaytdi. Janomerni sherigi qilishdi-da, dalbayyob. Vata so'kinmagin. Yomma-yo, jitellar aylanib yuribsizlarmi? Hozir sizlarni ko'rib qolsam, bunday qilib susib bo'ladi. Ko'ryapsizlar? Golem bekor urdim. Dalbayyob, bu yerga kel. Foydalanib yuring. Oy. O'ldir, marasini o'ldir. Golem bekor ataylatdan urganim yo'q, ko'rsatib qo'ydim xolos. Shitilla tashqarida o'ynayotganda iltimos urmayin. Jigar yarashaylik. Yaxshi yarashdi. Shunday. Do'stlar, qaranglar, mana bu yerdagi eshikni buzib yuborishdi. La'nati, mana bu yerdagi janomerni o'zini ham o'qib ketishdi-yu. Okey, xullas, tezroq bunkerga kirishim kerak. Jitillarga yordam bersam, do'stlar, ikkinchi qism chiqishi uchun tezroq kanalga obuna bo'ling. Sizlar bilan hozircha o'zbu da'vovis bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'ling. Ikkinchi qism 10 kun yo 1 haftaning ichida chiqadi.